Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mana xudo xolisa navbatdagi kacholimizni ustunovga qo'yib oldik. Bu kacholimiz asosan tabiiy gazda va qo'shimcha holatda o'tin va ko'mirda ham ishlash xususiyatiga ega kachol qilib yasalgan. Misol gaz bo'lmagan holatlarda, gaz o'chib qolgan holatlarda o'tin yoki ko'mirdan foydalanib ishlatsak ham bo'ladigan kachol. Kacholimiz o'tinxonasi mana bu joyda joylashgan. Pastda garaga qo'yadigan joyimiz. Kacholimiz 100 kvadrat metr joy isitib berish uchun mo'ljallangan. Ishlatilgan mahsulotlar kacholimizga bu 3 mm qalinlikdagi rossiyskiy горячий list va 25 va 32 diametrli rossiyskiy besshovniy turbalardan teplomenniklar yig'ilgan va tepada bitta papkamiz bor. O'tin va ko'mirdan isish uchun mo'ljallangan. Hozir ichkari xonaga kirib ham batareyalarimizni ko'rsataman. Batareyalarni ham mijozimiz talabiga binoan turbalardan registr qilib yasaganmiz. Hozir ularning ham xususiyatlarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana registrlarimiz mana shunaqa holatda yig'ilgan. 40 diametrli turbadan, 2 stenkali turbadan yig'ib olganmiz. Registrlarimiz mana shunday holatda spiral simon qilib yig'ilgan. Suv aylanmasi mana shunday borib, bu yoqdan chiqib ketadi va hamma xonalarimizda shunaqa. Mana bu xonamizda ham xuddi shunaqa registr o'rnatilgan, faqat kichkinaroq qilib yasalgan bu yerga. Deraza tagiga o'rnatganmiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa spiral simon registrlarimiz bor. Va mana bu yerda mana 3-tochkamiz, oxirgi tochka. To'kilgan suvlarga e'tibor bermaysizlar, bu havoni chiqarganimiz, o'shanda suv to'kilgan suvlari. Albatta sistemamizda o'techka yo'q. Bu oxirgi tochkamiz, o'sha iliq bo'lib boshlabdi mana. Xudo xolisa pastki turbalarimiz hali sovuqroq, tepa turbamizga o'sha issiq suv yetib keldi. Buyurtmalar bo'lsa bemalol buyurtma qilaverasizlar. Pastda telefon raqamlarimizni yozib qoldiraman. Bemalol murojaat qilaveringlar. O'rtoqlar, mana xudo xolisa oradan 10-15 daqiqa vaqt o'tdi. Kacholimizni qo'shganimizga, oxirgi tochkamizga o'sha suvimiz yetib keldi. Mana oxirgi tochkamizda ham iliq bo'lib qoldi. Sizlarga tekshirish uchun mana buni ko'rsatishim mumkin. Mana suv qurib ketadi. Tepa qatorimizda shunaqa mana o'sha issiq suv yetib keldi. Pastki qatorlarimiz sal hali sovuqroq. Mana bu yerda ham lekin issiq suv yetib kelgan, iliq bo'lib turibdi, qo'l kuydirmaydigan darajada. Mana bunaqa qilib ko'rishingiz mumkin. Suvimizdan qurib ketishini ko'rishingiz mumkin. O'sha suv oxirgi